Assalomu alaykum qadrli obunachilarim. Bugun videomiz juda ham qisqa bo'lishi mumkin. Chunki hozir paklar ochib qo'yibman-da. Ertaga bitta ochamiz hamma pakka. Hamma pakka emas, ikkita paketlardan ochib qo'yamiz. Ertaga video bo'ladi. Kutinglar shu videoni. Ertalabmi, kechqurunmi, xullas ertaga video bo'ladi. Xo'p. Ertaga videoni kutib qolinglar. Men hech kim videoni qarasam kommentariy ham yozmagan, like ham bosmagan, ko'rilmaydi ham. Nima ko'rilmaydi? FIFA yoqmaydi. Oldin Minecraft qilardim. Minecraft'imda 18 ta, 19 ta bo'lardi. Hozir umuman 0. Hech kim ko'rmaydi. Hop. Bu National Story'ga bundan keyingisi ma'lumot berib o'taman. Hozir 1 daqiqa. Bundan keyingisi hozir Yaponiya. Mana shu hozir chizib ko'rsataman. Mana shu loket Portugaliya bo'lishi kutilmoqda yoki bo'lsam nima? Janubiy Koreya bo'lishi kutilmoqda. Men yangiliklarda ko'rdim. Ikkalasidan biri bo'lar ekan. Shuning uchun fragmentlari Portugaliya bo'lsa, конечно, Ronaldo keladi. Saudiya Arabiston. Qanaqa Saudiya? Parod. Janubiy Koreya bo'lsa, albatta so'ng keladi. Uni ham kutib qolinglar. Shuning uchun fragmentlarni yig'ish kerak. Menda hozir 180 ta fragment mavjud. Budan esa mana odam o'ylamanglar, yana bot ekan, fragment ham yig'olmas ekan. 124 ta ham yig'adimi desanglar, hozir shu gaplar uchun javob beradigan narsalar mana. Nima deyapti mana ikkalasi? Keyin mana. Men buni olmoqchiman. Bas. Mash kerak menga. To'g'ri taniqsiz. Lekin arzon. Shuni olsam mening darajam 115 ga ko'tarilar ekan. Ana tarkibimdan da zarolinglar. Nesta darvozada Savic, Cordoba, himoyachilardan Ricardo Carvalho, Nesta, Gullit, Palmerdan qo'ysam, o'rin 114 bo'lar ekan. Bizning darajamiz. Duet, De Bruyne, Charlton, Isco, Alvarez yaxshi zaxirada, Crespo hamda Rashfordlar bor. Kerak bo'ladi Hazard yo'nalishida. Menda Chelsea o'yinchisi bor, Palmer. Hop, hamda bitta maqtanib qo'y. Mana ularlar. Hammasini tagida mehnat yotibdi. Mehnatning tagi rohat. Mehnatning tagi rohat. Qaranglar. Bundan birinchi chiqdim. Keyin bundan chiqmadim. Keyin bundan chiqdim, keyin esa bundan chiqdim. Vallahi ertangi videoni kutinglar. Bu video qizimas, chunki pak yo'q. Ochib yuboraymi 1500 lik? Yo'q, ochmayman. Qaranglar, maslahat beradigan paklarim. Tushganlari. Gullit tushdi. Kanu tushdi mana bundan.
Mashidan kan tushdi. Mana shuni ochgandim. Nima tushgandi? Nimadirdi? Keyin adminga berib yuborishimga to'g'ri keldi. Mana uni ham ochinglar. Mashidan. Budan Crespo tushgan, sotib oldim. Mana uni ham ochsanglar bo'ladi. Mana shunday. Bundan nima tushganda kim edi? Magmanaman tushganda uni ham sotib oldim. Buni ochmaylar. Bu umuman kerak emas. Buni hech narsa tushmagan, chunki ochmaganman. Bu yo'nalishdan buni hamma shuni olib yotibdi. Nima bu o'zi bu? Nima-ku bu? Nima kerak emas narsa. Mana uni yaxshi-ku, shart. Odamlar qiziqda fifonlar. Bom deymiz. Yo'q ekan. Ligada nechinchi o'rinsizlar? Kommentariy yozib qo'yinglar. Men 15-o'rinman. Mana. Javob taklif. Xo'p. 3365 da bo'pti. Hamda meni 32 mingta beradi. Turnirga qo'shishganmi men? Turnir tugabdi. Ertalab tugaganda undan keyin boshlamabdi hech kim. Bizga jami hisobda ko'rib turibsizlar. 9800 so'm olmos beradi. 3-o'rinmiz. Hammaga xayr. Sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Doniyor Gaming.